Mana oshxonasiga chiroyli qilib kuxunni mebel qildirishim kerak deb yurgan tanishlaringizga do'stlar, mana shu videoni jo'natib qo'yaverasizlar. Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumaniga o'zimizni obunachimiz Shavkat akaning xonadoniga ushbu mebelni mana hozir ustanovkalarini qilib tayyorlab berdik. O'lchagani 14-dekabrda kelgan ekanman do'stlar. Bugun mana 6-yanvar. Bugunga nasib qilgan ekan. Olib kelib ustanovkalarni qilib berdik. Xonamiz bu tomonimiz 5,5 metr, bu tomonimiz 2,5 metr, balandligi 270 bo'ldi do'stlar. Xudo xolasa 1 metri 3,8 million so'mdan tayyorlandi. Metrdan tashqari mo'yka, sushilka, gaz pilta, vichkalarni ham ichida qilib olib kelganmiz. Duxovkasi xolodilniki o'zidan bo'ldi. Jami narxi 29 million so'mga tayyor bo'lgan mebelni ko'rib turibsizlar. Fasadiga akril ishlatilgan, installationsda rossiyskiy granitlarini ham biz o'zimiz qilib berganmiz. Osha-moshalar polniy, davodchi vakuumli yaxshi osha-moshalardan ishlatilgan va qirg'oqlari ham PVX kronka germanskiysidan bo'lgan. Xullas do'stlar, kimga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, qiziqarli bo'lsa, ekrandagi video tagidagi nomerlarimizga bemalol telefon qilaverasizlar. Telegram, WhatsApplarimiz bor. So'rasanglar kataloglar ham tashab beramiz. Xoningiz razmeri bilan murojaat qilsangiz, telefonning o'zida sizga nech pul bo'ladi, qanaqa bo'ladi, hisoblama ham chiqarib beraveramiz. Ma'qul kelsa, o'zimiz borib o'lchab, ustanovkalarni ham qilib beramiz. Mehnatimizga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasiz.